Mana shu ko'rib turgan Donatorskiy Franful akkauntni o'z obunachilarimga sovg'a qilmoqchiman. Hammaga assalomu alaykum. Siz bilan Kardinal yaxshimisizlar, charchamasdan. Ha do'stlar, siz to'g'ri eshitdingiz. Ramazon oyi kelgan uchun mana shu akkauntni men o'z obunachilarimga prosta tak sovg'a qilaman. Hozir esa to'liq obzorini qilamiz. Qani akkauntda nimalar bor, qanaqa akkaunt ekan, konkursga oddiy akkaunt qo'yilmaganmi, hammasini ko'ramiz. Ramik ham shu yerda. Ramik. Assalom, yaxshimisizlar? Do'stlar, bugungi videoga ko'rib turganimdan xursandman. Da, akkaunt konkursga qo'yapman deb oddiy akkaunt qo'ymaganman, prosta beshini takko akkaunt qo'yganman. Birinchi o'zi super karlardan ko'rib o'zi siz tasavvur qildingiz, bu prosta bomba akkaunt. Narxini ham aytaman. Frauni o'zi bildirib o'tiribdi. Qanaqa akkaunt? 7-chi. Fraun Prem Ultimate. Bilasizlar do'stlar, men Kardinal konkursga qo'yapti deb oddiy narsa qo'ymaydi do'stlar. Hozir birinchi o'rinda kelinglar. Bunda orqa fonni ko'ramiz. Orqa fon anatku. Voy, orqa fonda takoy. Level 85 RPS ni ko'ramiz. RPS qachondan olingan? Tak, RPS S2 sezondan o'ynalgan akkaunt do'stlar. S2 all the way akkaunt, S7 dan RPS full qilib kelingan. Tak, chotki, prosta chotki do'stlar. Narxini nech pulga oldingiz desanglar, narxini ham aytaman, yashirib o'tirmayman. 17,5 millionga tushdi bizaga. Tak, populyarkasi qancha? Populyarkasini ham ko'rib qo'yaylik. 3,5 million. Vo, prosta bomba. Endi do'stlar, narsalarni ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, akkaunt Franfulligi uchun, Infernosi bor, mashinasi takoyligi uchun, shu uchun bizaga qimmatga tushgan, narxiga arziydigan zo'r akkaunt. Invertorni ko'radigan bo'lsak, bu yerda oy, buni 6 qilib o'ynasangizlar ham bo'ladi, prям old vip, ili 7 qilib o'ynasangiz ham bo'ladi. Eng asosiysi akkaunt Fraun bor i full. Undan tashqari ultimate'larni takoyi bor i ultimate mumiyosi ham bor. Oy. Oddiy mumiyo ham bor ekan. Oddiy oq ham bor i sarig'i ham bor. Infernochi bilan voy. Oy. Buni bitta orqa fonni bitta mamna qilib qo'yaylik-da. Opa. Mana bu yerda endi yaxshiroq ko'rinadi. Va bu yerda pastroqqa tushamiz va bu yerda yana kostyum X'lari bor. Yana bitta. Bu yerda qora akula. Voy, mana bu ham Inferno shut bilan takoy ketadi. Kardinalasi, videoni boshidan like, obuna so'rash esimdan chiqib qolibdi. Hoziroq videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va kommentariyada Ramik Tza deb любой narsa yozib qoldiring yoki mana shu akkaunt menga nasib qilsin deb yozib qoldiringlar do'stlar. Ko'ryapsiz, men shuncha mehnat qilib, obunachilarimni o'ylagan holda mana shunaqa zo'r akkauntni konkursga qo'ydim. Sizlar ham bittagina like bosib qo'yib, obuna bosib qo'ysanglar juda ham katta hurmat bildirgan bo'lasizlar. Tak, buni jest вот такой, hali jestlarni ko'rmabsizlar. Нереальный oldiy akkauntcha bu. Так, bu yerda yana mifический kiyimlari, вот такой. Tak. Qizlarga berish uchun ham chiroyli kiyimchalari bor ekan. Qizlar yutolsa ham zo'r, bolli yutolsa ham zo'r. Prям har tomonlama biz o'yladik. Vo, ko'ryapsizlarmi? Qizlar uchun ham takoy kiyim bor, o'g'illar uchun ham takoy mifiklar bor. Bu mamlaqa mifiklarni ko'rmaganman bundan oldin. Buni da mifiklari вообще ko'p. Vo, xayriyat, mifiklar tugadi va bu yerda legendarniy kiyimlari вообще ko'p. Tezroq listat qilamiz chunki tak, Viktorni alohida personaji. Viktorni alohida personaji bor bizada. Yey, do'stlar. Gap yo'q. Bu даже o'zim akkauntimda yo'q bu personaj. Va yana bitta oldiy personaj. Tak, bu yerda yana nimalar bor? Hozir prям beb chiqib kelsa akkauntda hali birinchi marta o'zim obzor qilyapman. Tak. Mamlaqa, takoy. Ikkinchi sezon kiyimi ham bor ekan. Ikkinchi sezon kiyimi. Chotki. Bu yerda вот takoy yana qanaqa kiyimlar bor? Vo, menimcha tugadi kiyimlari. Tak. Hali tugaganda yo'qmi? Pijamkachasi ham bor. Chotki do'stlar. Bizaga eng yoqqan akkauntda Fraun do'stlar. Fraunda turaversin-da. 7-level yaltillab o'tirsin, bitta bo'lib tursin. Keyin shlemlari. Do'stlar, eng oldiy hamma yaxshi ko'radigan Inferno shlemi akkauntda bor. Aytyapman-ku, biz har tomonlama o'yladik. Shlem bo'lsin, Fraun bo'lsin, mumiyosi bo'lsin, takoy yutib olgan odam mazza qilib o'ynasin deb, mana shu har tomonlama akkauntda takoyini topib qo'ydik. Bu yerda ledniklari bor, bu yerda вот такой shlemlari bor. Bo'ldi, shlem eng asosiysi Inferno bor akkauntda. Tak, bosh kiyim. Xo'sh, Kardinaljon mujik, bu konkursga qanaqa qatnashishni o'rgadi endi bolalarga. Do'stlar, men akkaunt obzor qilyapman, bu akkauntni qanday qilib yutib olishni o'rgatmayapman. Qaranglar do'stlar, bu akkauntni hozir men sizga qanday qilib yutib olishni o'rgataman, qanday konkursga qatnashishni o'rgataman. Shundan keyin yana obzorni davom ettiramiz. Let's go. Ramazon oyi kirib kelgani munosabati bilan juda ham katta konkurs boshladim. Konkursimizda 1,5 ming dollarlik Franful akkaunt, 300 dollar pul va undan tashqari 100 ta real pas qo'ydim. Ya'ni jami sovg'alarimiz soni 110 ta.
Konkursga qatnashish juda ham oson. Mana shu videoni tagida, ya'ni opsiyada konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi shu silkani ustiga bosib, Telegram konkurs botimizga kirasiz va start tugmasini bosasiz. Bu yerda chiqanatigi 5 ta rasmiy sahifalarimizga obuna bo'lib chiqasiz. 10 sekund vaqtimni ajratib barcha sahifaga obuna bo'lib chiqdim. Endi barchasiga obuna bo'ldim tugmasini bosaman va raqamimni ham yuboraman va bo'ldi, biz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy oldik va men ID raqamim 5. Kimning ID raqami 20-mart kuni streamimizda kelib chiqsa, $1,500 Franful account yoki 110 ta sovg'adan bittasini yutib oladi. Bir narsani unutmang, bu konkursimizda qo'yilgan sovg'alar soni juda ham ko'p. Yutish imkoningiz juda ham katta. Atigi 1 minut vaqtingizni ajratib hozirroq konkursimizga kirib qatnashing. $1,500 Franful account yoki eng kamida RP yutib keting. Hammaga omad. Tak do'stlar, konkursga qatnashdingiz deb o'ylayman. Qatnashmaganlar qatnashib qo'yinglar do'stlar. Ko'ryapsizlar, konkursda sovg'alar vobshe ko'p. Yutish imkoningiz ham juda ham yuqori. Tem bo'ling, mamlakat Franful takoy account turibdi konkursda do'stlar. Yana obzorni davom ettiramiz. Tak bu yerda ultimate boshlar bor, va takoy va bu yerda soch. Ana qizlar uchun ham takoy sochchamiz bor. Uzun soch. Da do'stlar, bu yerda yana qanaqa boshlar? No, boshlarimiz normalniy boshlar bor. Bizga Inferno bo'lgandan keyin bizga boshlarni keragi yo'q do'stlar. Bu yerda tezroq listat qilamiz, o'tkazib yuboramiz va bu yerda ultimate ochki bor ekan. Normal. Yaxshi. Normal do'stlar, ochkilar ham bitta ultimate ochki bor. Zo'r. Maska. Вторжение maskasi bor ekan. Tak, yana-chi, yana. Ikkinchi sezon maskasi. Oy, просто buni qarang. Bundoq qilasizlar. Ana oldvi account bo'ldi. Oy, chotki. Bo'lsin, zo'r bo'lsin deydi-yu. Vashshe zo'r. Shunisi-da. Maskada ham normalniy maskasi bor ekan do'stlar. Вторжение ikkinchi sezon maskasi bo'ldi. Shelem aytyapman-ku, account har tomonlama ideal do'stlar. Vo, normalniy narsalari bor. Ano Hadokni olib qo'yasizlar 2400. Godzillani futbolkachasi ham bor ekan. Dokcha bilan ketadi. Mana ham oldvi kiyimcha. Normalniy bu yerda mifический ryukzaki bor. Chotki do'stlar. Mifический ryukzaklari bor. Bu yerda ishtani. Bitta Hadokchani olib qo'ysangiz, bo'ldi, account takoy bo'ladi qoladi. Tak bu yerda yana narsalarni. Hadok olingan ekan uje do'stlar. Uje. Donat qilish ham kerak emas. Shunday yutib olish kerak, o'ynash kerak. Da, prosta yutasiz, o'ynaysiz maza qilib. Buni qaranglar. TDM setcha bo'lib qoldi-yu do'stlar. Tak bo'ldi. Bu yerda ultimate krossovkasi bor. Mana bunaqa oldingi krossovkacha ham bor. Tak, bu yerda bo'ldi. Orujaniga ko'radigan Orujani videoning oxirida laboratoriyadan ko'rish kerak, chunki Orujalar juda ham ko'p. Ikkinchi sezon Orujasi ham bor ekan. Zo'r. Mashina. Uazikda Aston Martin superkari bor. Bu yerda Dodge bor 2 xil. 3 xil Dodge bor ekan. Bitta Uazikning o'zida 4 ta superkar. Bu yerda ham skinimiz bor, pick-upda ham skinimiz bor va bu yerda sedanda ham Kayensekimiz bor. Kayensekda bitta superkarimiz bor, ya'ni Dachada. Bu yerda ham bitta superkar bor, ya'ni tomon usti ochiladigan, yopiladigan mashinaga va bu yerda esa 2 ta superkar bor. Jami 8 ta superkar bor do'stlar. Prosta gap yo'q. Account har tomonlama ideal. Uazikda ham, Dachada ham, mana bunaqa 2 kishilik mashinada ham, plus mana bu Chevrolet. Chevroletda ham hamma mashinada superkari bor. Prosta bomba. Mana bu yerda mototsiklda ham mifический takoy do'stlar. Bu bilgani biladi. Mana shu mototsikl ham juda ham zo'r. Mototsiklda ham takoy skinimiz bor. Tak, bu yerda bagida ham mifический skin bor ekan. Bu kilchatlik bagimi nima-ku bu? Yo'q, kilchat yo'q. Takoy haydalgan payt effektlari chiqadi. Lotkada ham skinlarimiz bor do'stlar. Bu yerda ham skinlar, hamma tankada ham, hamma narsa skin bor. Tak, jestlarga keldik, navbat jestlar. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Akkaunt jestlarga e'tibor beringlar. 4 ta odam yoniga kirasizlar. Salom, yaxshimisiz? Shu boy odam kirgan, bitta donatsiya akkaunt kirilganligi ko'rinadi. Mana bu jest ham juda ham oldiviy. Tak, salom, yaxshimisizlar tipa. Bu yerda вторжение jesti, bu yerda S10 sezoni jesti. Buni do'stlar, bu oldiviy jestlar. Bu oldiviy jestlarni bilgani biladi. Orqadan yugurib keladigan jest. Va bu yerda S11 sezoni jesti, bu yerda Fraun jesti. Tak, bo'ldi. Takoy jestlar bor. Mana bu jestlar qaytarilmagan do'stlar. Ana bu old jestlar qaytarilmagan menimcha, mana qo'li tepaga qaytadigan, mana bu qaytarilmagan motor deydigan. Bular bilan takoy videolar ishlasa bo'ladi-da, ishoninglar, mana jim, hamma jim o'tirsin. Didit. Tak, bu yerda qanaqa? Bu tipi ultimate jesti. Yo'q. Mifikni jesti, mana bu ultimate jesti. Takoy jesti. Bu yerda ham ultimate jesti. Da, zo'r. Yana bitta ultimate jesti. Chotki do'stlar. Ana jestlar ko'p ekan-ku. Jestlar vashcha ko'p. Men aytyapman-ku, akkauntni konkursga qo'ydim deb men tufta akkaunt qo'ymadim. Prost
chertib oldim do'stlar. Shlem Inferno bor, Franfol, takoy jestlar bor. Hamma mashinada superkar bor. Akkaunt ideal prosta do'stlar. Prosta oling, donat qilmasdan mazza qilib o'ynaysizda bu yerga. Kim yutolsa ham mazza qiladi do'stlar, ishoninglar. Prosta takoy akkaunt. Bu yerga Voronna jesti, bu yerga mana bunaqa jestimiz bor. Kade voy. Oy, tikvana jesti. Gap yo'q. Men bu yerda u jujutsuni ham donat qilgan ekan bu. Jujutsuni ham jesti bor do'stlar. Yaqinda donat qilgan demak bu akkauntga. Zo'r. Bu ham ultimate jesti. Jestlar vashshi ko'p. Har bittasini hozir ko'rsataman desam, vaqtimiz ketib qoladi. Yey! Jestni qaranglar. Bu ham ultimate nima? Ultimate bilan keladi bu menimcha. Da. Bu Honor jesti. Yana bitta Honor jesti. Jestlarni oxiri yo'g'i jota. Tak, oy, normalniy. Bu yerda yana bitta Honor jesti, bu yerda takoy jestlar va bo'ldi. Xayriyat, jestimiz tugadi. Bu ham ultimate jesti, o takoy. Bu mifikni jesti edi. Xo'sh, men ham oldim. Tak. Bu qanaqa jest? Okey, bu premium. Zo'r. Men bu yerda mana qoldi jestlarimiz bor. Вот так. Jestimiz. Zo'r. Ko'ryapsizlar, akkaunt do'stlar ideal. Prosta jestlari ham bomba. Jestlari 100 emas, 150 ta jesti bor akkauntda. Bu yerda Robertcha, вот такой parashyutlar. Bu ham normal ekan. Parashyuti ham normal edi, hozir ko'rdim. 3 burchakli parashyuti bor, ikkinchi sezon parashyutlari bor. O'zi 3 burchakli parashyut babi topivida do'stlar. Bu yerda bir 80 tacha parashyuti bor ekan do'stlar. Men 3 burchak parashyut top. Mashina zo'r bab. Planerlari, normal planerlari bor ekan. Bu yerda ovozlari, mikrofonlari, samolyot. Samolyot ham normal. Men bu eng zo'ri mana bu do'stlar. Chunki orqasida effekt bor. Shunda 9-sezon old kerak. Old samolyot bilan eng zo'r, eng old samolyot mana shu 9-sezon samolyoti do'stlar. Tak, ya'ni qaytmagan hozirgacha bu yerda yana narsalari bor, bombochkalari bor, killchatli do'stlar, killchat plus portlagan payt effekti ham bo'ladi, chunki 316 full buni. Tak, dimlari, zo'r. Bunda ham killchat bor, Maltada ham. Orqafon bor. Mana bunaqa orqafoni bor ekan, mana bunaqa orqafon. O'zi mana shu orqafon bo'lsa bo'ldi, akkauntga boshqa fon kerak emas do'stlar. Mana bunaqa orqafon ham bor ekan. Zo'r. 3 ta orqafon butun umrga bor. Orqafoni ham zo'r ekan, lekin do'stlar, gap yo'q. Itak bu yerda jestlari, bo'ldi. Bu yerga o'tamiz. Ikkita materiali bor ekan, bu yerda 50 ta premium kesi ham bor ekan, kraskalari, takoy narsalari bor. Endi orujalarga o'tadigan vaqtimiz keldi. Oruja. Tak, oruja laboratoriyaga kiramiz. 44 ta prokachka. Zo'r. Mazza. Kayf, hamma orujaga prokachka bor do'stlar. Hamma orujaga prokachka bor. Tak, lednik asosiysi do'stlar, lednik full. Asosiysi shot full. Bu yerda AKM lednik ham full bo'ldi do'stlar. Yana nima kerak? Yana akkauntga nima kerak? Aytinglar, bu yerda killchat, olding mana bunaqa vektor killchat. Bu yerda Thompson ham killchat. Bu yerda Scarl ham killchat do'stlar. Qanaqa edi? Zo'r edi mana buni yashagan, chiroyli edi. Buni jesti ham bor. Killchat. Shunday. Jestini qaranglar. Просто takoy do'stlar. Bu yashikchasi ot takoy. Scarl killchat. Bu yerda Beryl ikkinchi level ekan, hozir 3 ga bemalol materialimiz yetadi. Bu yerda o'zi AKM kuchaytirilmagan, chunki bizga lednik bor. Bu yerda Bizon ham killchat. Bu yerda Aven bor, M24 Fraun killchat do'stlar. Oy. Bu yerda Uzi ham killchat. Uzi Fraun. M24 Fraun. Tilla bo'lib yotibdi. Akkaunt tilla prosta bomba akkaunt. Mana bu ham killchat ekan. Даже pulemyot killchat. Bu yerda bo'lak. VSS ham killchat. VSS ham killchat. Otganingiz bilan killchat тоже tushunyapsizlar, va shu zo'r. Уже bu keraksiz arja, qabizga ham keraksiz. Karyak uncha keraksiz, chunki M24 bor. Bu yerda men sketchat qilmayapti Grazani. Menimcha bu ham killchat bo'lsa kerak, hozir ko'ramiz. Tak, bu yerda bu ham keraksiz arja, killchat emas. DP bam Beryl killchat bo'ldi. Bor ekan killchat. Beryalda ham killchat bor ekan do'stlar. Tak, UMP killchat bor. Hamma rujada killchat bor ekan. Bitta terib olganda, ko'ryapsizlarmi? Akkaunt ideal. Bunisi 5-level ekan. Zerikkandan buni ham ko'tarib qo'yibdilar-da. Buni ham ko'tarib qo'yibdilar. 5-level 6 qilib qo'yibdilar buni. Gap yo'q. Tak, bu 3-level. Graza 1. Mana bu 316 ni effektigacha qilib qo'yibdilar do'stlar. Effekt bo'lmadi negacha? Yana bitta 316. 316. 3 ta, prям zo'r. 316 dan muammo yo'q. Bu pulemyot ham
kelchat. Akkauntda har bitta akkuratni qilib qo'yibdilar-da. Bu DP ham kelchat do'stlar. Prosta bomba. Solid 116 ham kelchat. Bu ham bor ekan. Kim yutolsa Demerlarga mazza ekanda. Arbalet ham kelchat. Arbalet ham kelchat. Prosta gap yo'q. DBS ham kelchat. Skavarata kerak emas. Bu Thompson ham kelchat. Bu ham. Bizonda kelchat bor edi. Bu 3-level. 3. Bu oy, prosta gap. Bu chiroyli bu. HBZ 2 bu 2 vs bo'ldi do'stlar. Ko'ryapsizlar? DPda, AKMda 316, Vector, Yumpi, Uzi, M24, Bizon, Plimot, Milimot hamma narsaga eng kamida bittadan kelchati bor. Prosta bomba akkaunt do'stlar. Akkaunt prosta bomba. Prosta konkursga qatnashib qo'yinglar. Konkursimiz tugash vaqti уже 2 kun vaqt qoldi. 2 kundan keyin konkursimiz tugaydi. Siz qatnashib qo'yinglar. Undan tashqari do'stlar, mana shu videoni 20-martdan keyin ko'rayotganlar bo'lsa, bo'sha botga kirib start tugmasini bosib qo'yinglar, chunki yana konkurs bo'layotgan bo'ladi. Bu Ramazon konkursimizni tugatib, yana konkurs boshlaymiz. Baribir ham botga kirib qatnashib qo'yinglar, chunki yana по-любому konkurs bo'layotgan bo'ladi o'sha kardinal konkurs botimizda. Akkauntga prosta bomba akkaunt do'stlar. Akkaunt kim yutolsa ham o'sha gap prosta mazza qiladi. Qizlarni ajali bo'lib yuradi, qizlarni bittada o'rab qo'yadi do'stlar, bittada. Va do'stlar, yana bir bor men sizga konkursga qatnashib, mana shu akkauntni yutib olishni o'rgataman. Konkursga qatnashish juda ham oson, 1 minutdan vaqtingiz ketmaydi. Mana shu videoning tagida konkurs juda deb silka qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosib, Telegramdagi konkurs botimizga kirasiz, start tugmasini bosib, 5 ta kanalga tirs obuna bosib qo'yib, konkursimizga qatnashib qo'yasiz do'stlar. Konkursimiz 20-mart kuni Ramazon oyining oxirgi kunida tugaydi. Konkursimizga hoziroq kirib qatnashib qo'ying. 20-mart kuni men stream yoqaman. Streamda hammaning ko'zini oldida men o'sha konkursimizga kimlar qatnashgan bo'lsa, qatnashuvchilarning orasidan 110 kishiga sovg'alarni tarqatib chiqaman do'stlar. Ya'ni 100 ta real pass, mana shu akkaunt va $300 pul. Sovg'alar juda ham ko'p, yutish imkoningiz juda ham yuqori do'stlar. Hozir konkursga qatnashib qo'yinglar. Omadingizni sinab ko'ringlar do'stlar. Bu konkursimiz aytganimdek Ramazon oyiga bag'ishlangan vashshe zo'r konkurs. Va do'stlar, kimga arzon ishonchli yuz kerak bo'ladigan bo'lsa, uni ham silkasi videoning tagida bo'ladi. UCG deb qoldirganman. Men xuddi mana shu silkani ustiga bosib, UC magazinimizga kirib, arzon ishonchli narxda UC'ni xarid qilib olishingiz mumkin. Ishonchingiz va xaridingiz uchun kattakon rahmat do'stlar. Biz asosda videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Men videoni oxirida aytaman, mana shu akkaunt hammaga nasib qilsin. Kim chin ko'ngildan xohlayotgan bo'lsa, o'sha obunachimizga nasib qilsin do'stlar. Konkursda eng kamida bitta bo'lsa ham erbitib olishingizni men niyat qilib qolaman do'stlar. Mana shu videomizga haligacha like bosmaganlar, hozirroq videomizga like bosib, kanalimizga obuna bosib, obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroq tugmasini qilib yondirib qo'ying. Yana bir narsani niyat qilaman, kim mana shu videomizga like bossa, mana shu konkursimizga yutib olishini niyat qilib qolaman do'stlar. Like bosganingiz, obuna bosganingiz uchun kattakon rahmat. Bundan buyog'iga bunaqa konkurslarni ko'paytiramiz. Men bundan buyog'iga obunachilarimni xursand qilib boraman. Ramey, qanaqadir gaping bo'lsa? Xo'sh, video tugadi. Keyingi videogacha ko'rishguncha hammaga omad konkurslarga. Bye bye. Bye bye do'stlar. Konkursga qatnashib qo'yamiz. Hammaga omad do'stlar. 1 minut vaqtingiz ketadi. Go.